o'rtasi umumiy yonadigan qilib o'rstikloga qilingan. Atroflari polniy foton bilan bezatilgan. Yaqinroq olib kelsa bo'ladi. Mana ko'ryapsiz. Mana bo'yim 1.87 bo'lsa, bu 2 metr. Assalomu alaykum, O'rman kompaniyasining YouTube kanali obunachilari. Bugun sizlar uchun obzorlar davom ettiramiz. Obzorlarda o'tkazib yubormaslik uchun sahifamizga obuna bo'lib qo'ying, chunki yangi dizaynlarimiz chiqyapti. O'tkazib yubormaysiz. Demak, biz boshladik. Hop, kosmos lyustramizda umumiy 4 xil razmeri bor. Ya'ni 2 metrlik, 1.80 lik, 1.5 lik va 1.20 lik. Undan tashqari bunaqangi ovalniy variantdagisi bor. Buni bo'yi 2 metr bo'ladi. Ya'ni mana bo'yimdan ham baland. 2 metr. Xo'p, ikki xil rangi bor. Bittasi qora, bittasi oq. Xo'p, bu tarafdan boshlaymiz demak. Mana bunisi ham yangicha dizaynda chiqdi. Umumiy ko'rinishi qora. Yaqinroq ko'rsatsam bo'ladi. Shunaqangi sariq fotonlar. Bunisi MDF, mana bu ham foton gullar. Umumiy bu yerda 4 ta kichkina plafoni bor. Mana bu yeri o'rstikloli yonadi. Buni pultda boshqasi bo'ladi. Video davomida buni pultini qanday ishlatish bo'yicha ham aytib o'tamiz. Xo'p, umumiy ko'rinish shunaqa buni. Buni ham mana hozir bu 1.20 ligi. Mana u 1.5 metrligi, bu 1.80 ligi. Bu qorani sal boshqacharoq variant. Qorani endi mana bu tarafi oqi bor. Ya'ni unda ko'rgan bo'lsalaringiz sariq foton bo'lgan bo'lsa, bunda oq ko'rinishi, sariq foton atroflarini bezatilgan. Bu ham o'ziga xos. Bunda ham 4 ta kichkina plafon, o'rtasi yonadigan o'rstikloli. Xo'p. Bu ham o'ziga xos dizaynli. Endi buni kattasini ko'rsatib qo'yaylik. Xo'p. Buni kattasi sal boshqacharoq dizaynda. Bu hozir 1.80 ligi. Mana bo'yim 1.87 bo'lsa, bu 1.80. Xo'p, atroflari bu umumiy MDF dan ishlangan. Xo'p, plafonni sanaymiz. 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta, 8 ta plafon ekan. O'rtasi umumiy yonadigan qilib o'rstikloga qilingan. Dizaynlari o'zimizni milliy naqshlarda bezatilgan. Patologiyada juda ham ochadi. Buni tunkafon qilayotgan mijozlarimiz olishyapti, qo'yishyapti. Juda ham patologda ochib yorishgan videolarini yoniga qo'yib ketamiz. Buni umumiy ko'rinishi, buni deylik kichkinasidan farqi mana bu yerdagi gulida. Ko'rsalaring, sal boshqacharoq gul ishlatilgan. Xo'p. Endi oqini tanishtiramiz. Buni oqini bu 1.20 lik varianti. 4 ta plafoni bor. Umumiy ko'rinishi foton bilan bezatilgan. O'rtasi o'rstikloli. Bu o'rstikloni nima deyishingiz mumkin? Video davomida tepada hozir o'rnatib qo'yganmiz. To'liq tanishtirib beraman. Xudo xolasa, juda ham chiroyli chiqqan holat bo'ladi. Bu oqimizda 1.20 ligi. Ana endi men yerda oqimizni 2 metrligi. Mana aylanasiga 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6, 7 ta, 8 ta plafon bor. O'rtasi mana shu qismi to'liq yonadi. Ya'ni chiroqlar bilan bezatilgan. Ishoning, patologiyada qo'yganingizdan keyin qo'shnilar aniq so'raydi, qayerdan oldingiz, qayerdan topsangiz bo'ladi deb. Xudo xolasa, juda zo'r ochadigan patologiya bo'ladi. Buni bo'yi mana ko'ryapsiz. Mana bo'yim 1.87 bo'lsa, bu 2 metr. Shunaqa, bu oqimizni 1.20 ligi, 2 metrligi. Buni 1.5 ligi ham bor, 1.80 ligi ham bor. Endi bu nima uchun buni ovalniy qilganmiz? O'zi odatda bizda hamma lyustralarimiz yumaloq bo'ladi. Bizga mijozlarimiz aytishdiki, ya'ni uzunchaqroq patologiyalar uchun qanaqa lyustra qo'ysak bo'ladi? Biz unga taklif o'laroq, ya'ni shunaqangi ovalniy qildik. Ya'ni buni uzunchaqroq, ya'ni eni engsiz, o'zi uzun bo'lgan patologiyalarga mosladik. Buni ham atroflarida plafon bor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ta kichkina plafoni bor. Atroflari polniy foton bilan bezatilgan. Bu fotonni ham o'zimiz ishlab chiqaramiz, ya'ni boshqa yoqdan olib kelmaymiz bu fotonlarni ham. O'rta qismi, uzun o'rta qismi yonadigan o'rstikloli. Juda ham chiroyli, ya'ni patologni ochadigan bo'ladi. Endi o'rstiklo deyapsan, nima deyishingiz mumkin? Kamerani tepaga qaratamiz endi. Mana hozir bu mana lyustramizni tepaga o'rnatib qo'yganmiz. Mana bu yerda pulti.
Mana, Elbek aka yaqinroq kelsa bo'ladi. Har xil ranglari bo'ladi. Mana shu pult orqali boshqarsa bo'ladi. Endi buni boshqaramiz. Yaqinroq keling. Mana bu knopka orqali to'xtatib qo'ysa bo'ladi. Deylik, mana yashil qilsa bo'ladi. Ko'k, qizil, bemalol xullas o'zingizga yoqqan rangga qo'yib to'xtatib qo'ysangiz ham bo'ladi. Endi hammani qiziqtirgan savol, bu lyustralar necha pul turadi? Narxni aytishimdan oldin sahifamizga obuna bo'lib, videoni yaqinlaringiz bilan ulashib qo'ying. Demak, biz boshladik. Xo'p, kattasidan boshlaymiz. Bu lyustramiz 2 metrlik bo'ladi. Ya'ni hammasida rangini qizig'i yo'q. 2 metrligi 1.650 ming so'm. Endi 180ligi 1.450 ming so'm. Bu 180ligi. Xo'p. Endi mana bu yerda 1.5 metrligi bor. 1.250 ming so'm. Endi 1.20ligi bor. Bu 900 ming so'm bo'ladi. 1.20ligi. Endi bizda qaysinisi bordi desa, avalnisi bordi. Ya'ni uzunchoqroq patologlar uchun bunimizning narxi 1.700 ming so'm. Eslatib o'tamiz, bu narxlar ishlab chiqaruvchidan, ya'ni siz bizdan olar ekansiz, ishlab chiqaruvchi narxida olasiz va aytib o'tayotgan narxlarimiz dona narxlari. Agar siz optim olmoqchi bo'lsangiz, sotib olishga olmoqchi bo'lsangiz, yana ham kelishtirilgan narxlarda qilib beriladi. Manzilimiz Farg'ona viloyati, Satka Kurukda joylashgan. Pastdagi raqamlarga telefon qilsalaring yoki kommentariy yozsalaring biz to'liq javob beramiz. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosib, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar.